34 yillik sir. Sharof Rashidovning o'limi atrofidagi mishmishlarga nuqta qo'yildi. Rashidovning vafotidan keyin u kishi o'limining turli tafsilotlari har xil bo'yoqlar bilan ustalik ila bo'yalgan holda tarqatildi. Ba'zilar og'zida u o'zini otdi. Boshqalarning aytishicha zahar ichib bo'ldi. Yana boshqa insonlarning gapi bo'yicha qaysidir xorijiy davlatga qochib ketdi. O'zbekiston Respublikasi Xavfsizlik xizmatida uzoq yillar xizmat qilgan mamlakatning 3 rahbari Sharof Rashidov, Usmon Xo'jayev va Islom Karimovga tansoqchilik qilgan zaxiradagi polkovnik Sa'dullo Muhammadqulov 34 yillik sirni ochdi. Ya'ni Sharof Rashidovning o'limi to'g'risida batafsil ma'lumot berdi. U shunday deydi: Sharof Rashidovning o'limi haqida haqiqatdan ham kamdan kam odamlar xabardor bo'lgan. Albatta bu sirni ochib, bo'lgan voqeaning haqqoniy sabab va tafsilotlarini aytib berish kerak. Chunki Sharof Rashidovichning vafoti vaqtida ularning yonida faqatgina bir necha kishi bo'lgan. O'sha kechasi ularning yonlarida rafiqalari Xursand G'ofurovna, men va vrach bo'lganmiz. Sharof Rashidovichning vafotidan keyin bizning respublikamiz shaharlarida, boshqa respublikalarda va xususan Moskvada u kishi o'limining turli tafsilotlari har xil bo'yoqlar bilan bo'yalgan holda tarqatildi. Ba'zilar og'zida u o'zini otdi. Boshqalarning aytishicha zahar ichib bo'ldi. Yana boshqa insonlarning gapi bo'yicha qaysidir xorijiy davlatga qochib ketdi. Bu gaplar hatto g'arb davlatlari gazeta va jurnallarida ham chop etildi. Jumladan respublikamizning o'sha vaqtdagi yangi demokratik tashkiloti bo'lib hisoblangan Erk partiyasining Erk ro'znomasi ham g'arb davlatlaridan birida chop etilgan maqoladagi tafsilotlarni ko'chirib chop etdi. Ma'lumki, Sharof Rashidov o'limining ertasiga respublika gazetalarida u kishining og'ir infarkt kasalligidan keyin vafot etgani haqida maxsus meditsina komissiyasining axboroti berilgan. Bu ma'lumotni o'qigan har bir kishi albatta qattiq qayg'uga botib, shunday ulug' insonning bizning oramizda yo'qligiga ishongisi kelmasdi. Chunki bir kun oldin televideniyaning axborot dasturida Sharof Rashidovichning Xorazm viloyatidagi xizmat safari haqida axborot berilib, unda Sharof akaning Urganch va Xiva shaharlari obyektlaridagi safari haqida hikoya qilingan edi. Taqdir taqozosi bilan men Sharof Rashidovich hayotlarining oxirgi 4 yilida kecha-yu kunduz hamrohlik qilib, ularga o'g'illari kabi xizmat qildim va oilaning yaqin kishisiga aylandim. Qolaversa, o'layotgan vaqtlarda o'g'illari o'rniga o'g'illik vazifasini bajardim. Yuqorida qayd etilgan mishmishlarning noto'g'riligi va noo'rinligini ko'rsatib, Sharof Rashidovich umrining oxirgi kunlari haqida o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni hikoya qilmoqchiman. Sharof Rashidovichning o'limiga bir necha voqealar sababchi bo'lgan. Sharof Rashidovich 1973-yilda bir marta infarkt bo'lganlar. Shuning uchun ularning rafiqalari hamisha viloyatlar va boshqa shaharlarga bo'ladigan safarlariga hamrohlik qilar edilar. Lekin kamtarin inson bo'lganliklari uchun hech qachon protokol bo'yicha ularning ishtiroklari talab qilinmagan rasmiy tadbirlarda qatnashmas edilar. 1983-yilning sentyabrida Sharof Rashidovich ittifoq delegatsiyasining rahbari sifatida Efiopiyada safarda bo'lgan edilar. Efiopiya dengiz sathidan juda balandda bo'lgani uchun tibbiyot taomiliga asosan har bir rahbar Efiopiyaga kelgandan keyin kamida 2 soat gorizontal holatda dam olishi va adaptatsiya muddatini o'tashi kerak bo'lgan. Ammo Sharof Rashidovich kamtarinlik qilib vaqtlari kamligidan dam olmaganlar. Bu esa uzoq muddat samolyotda uchish jarayonidan keyin yuragiga va salomatligiga salbiy ta'sir qilgan. Efiopiyadan Moskvaga, undan keyin ishlar ko'pligidan dam olmasdan Toshkentga uchib kelganliklari, ko'p o'tmay yana Moskvaga 3-4 kunga majlisga borib kelganlari ham ma'lum darajada yomon ta'sir qilgan edi. 24-oktyabrda Toshkent-Urganch, 26-oktyabrda Urganch-Toshkent, 27-oktyabrda Toshkent-Urganch, 28-oktyabrda Urganch-To'rtko'l-Urganch marshrutlari bo'yicha samolyotda uchishlar ham Sharof Rashidov salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. 24-30-oktyabr kunlari Sharof Rashidovich avtomashinada har kuni ertalab soat 9 dan kechqurun soat 8-9 gacha 250-300 kilometr yo'l bosib, avvaliga Xorazm viloyati rayonlarini, keyin Qoraqalpog'iston rayonlarini aylanib, rayon faollari bilan majlislar o'tkazdilar. Bu albatta 66 yoshga kirgan, katta jismoniy va aqliy kuchni talab qiladigan ishda ishlayotgan inson uchun chidab bo'lmas yuk edi. Ko'rsatilgan sabablar, ya'ni o'zini o'ylamasdan,
topshirilgan vazifani a'lo darajada bajarish, kamtarinlik qilib hamma yukni o'z zimmalariga olish va xalqining obro'-e'tibori uchun o'zini qurbon qilish uning o'limiga sabab bo'luvchi oqibatlarni keltirib chiqardi. Sharof Rashidovich boshqa hamkasblariga o'xshab yilda 2 marta dam olmagani, paxta yig'im-terimi siyosiy masala ekanini tushunganligi, qolaversa o'z ishiga fidoyiligi tufayli Moskvaning markaziy shifoxonasida emas, balki maydonda, xizmat safari vaqtida o'zi yashaydigan vagonda jon berdi. Juda ko'pchilik Sharof Rashidovichning o'limiga Geydar Aliyev bilan bo'lgan suhbat sabab bo'lgan deb gap tarqatishdi. Bu ham noto'g'ri edi. Birinchidan, Aliyev boshchiligidagi ittifoq delegatsiyasi Moskvadan Toshkentga 26-oktyabrda uchib kelganida Sharof Rashidovichning o'zlari ularni kutib oldilar. Bundan bir kun oldin Sharof Rashidovich Urganchdan uchib keldilar. Men smenani Bandarenkadan qabul qilib oldim. Uyga borayotganimizda mashinada Sharof aka keyingi 3 kunlik programmani gapirib berdilar va bu programmani bajarish bo'yicha tegishli ko'rsatmalarni berdilar. Oxirida Mulla Sa'dullo, siz biz bilan Urganchga birga uchasiz deb tayinladilar. Men o'sha kunning o'zida aytilgan programma bo'yicha butun sistemani xabardor qildim. Ertasiga Geydar Aliyev boshchiligidagi tarkibida Dolgix va Chereshkova bo'lgan delegatsiyani kutib oldik. Mehmonlar rezidensiyada joylashgandan keyin ovqatlanishdi. Keyin maxsus programmaga asosan Toshkent metropoliteni, Xalqlar do'stligi syezdlar saroyi va boshqa obyektlarni tomosha qilishdi. Sharof Rashidovichning o'zlari hamrohlik qilganliklari uchun men ham ularning suhbatlariga guvoh bo'lganman. Ular siyosiy, iqtisodiy va boshqa muammolarni muhokama qildilar. Geydar Aliyev va Sharof Rashidovich o'rtasida hamisha do'stlik munosabatlari mavjud edi. Chunki ularning bundan avvalgi bir necha uchrashuvlari Tbilisi, Yerevan va Moskvada do'stona ruhda o'tganiga o'zim guvoh bo'lganman. Sharof Rashidovich Geydar Aliyev bilan kechki ovqatdan keyin xayrlashib, mashinaga o'tirganlarida kayfiyatlari juda yaxshi edi. Chunki odatdagiday "Qani Mulla Sa'dullo, mayakni qo'yingchi, yangiliklarni eshitaylik" deb iltimos qildilar. Ertasiga 27-oktyabr ertalab soat 7:00 da Geydar Aliyev boshchiligidagi delegatsiyani Vyetnamga jo'natib, Sharof Rashidov 8:00 da Andrey Gromyko hamrohlik qilayotgan Finlandiya delegatsiyasini Markazkomda qabul qildilar. Soat 11larda biz Do'rmonga qaytayotganimizda Sharof Rashidov menga "Mulla Sa'dullo, bugun soat 17:00 da Urganchga uchamiz. Biz bilan birga uchasiz. Bilasiz-a?" deb so'radilar. Men hamma topshiriqlarni bajarganligim va uchishga tayyorgarlik ko'rilgani haqida axborot berdim. Programma bo'yicha 27-oktyabr kechqurun 17:00 da Yak-40 samolyotida Urganchga uchdik. Sharof Rashidovichning salomatligi, kayfiyati yaxshi edi, ammo qattiq charchaganliklari bilinib turardi. O'sha kuni kechqurun o'zlarining yordamchilari Kraynov Georgiy Alekseyevich bilan ancha hujjatlar ustida vagondagi salon mehmonxonada ishladilar va soat 23larda dam olish uchun yotoqxonalariga kirib ketdilar. Havo salqin bo'lgani va charchaganliklari uchun sayr qilgani vagondan chiqmadilar. 28-oktyabr kuni ertalab soat 9:45 da avtomashinada borish uzoq bo'lgani uchun Yak-40 samolyotida Qoraqalpog'istonning To'rtko'l, Beruniy va Ellikqal'a rayonlari xo'jaliklarida paxta yig'im-terimi ishlari bilan tanishish uchun To'rtko'l rayoniga uchib ketdik. U yerda obkomning birinchi kotibi Kamolov, Sred Azir Savxozstroy boshlig'i Hamroyev va Avtonom Respublikaning boshqa rahbarlari kutib oldilar. Aeroportda rahbarlar bilan qisqa suhbatdan keyin mutasaddi kishilar bilan birga xo'jaliklarni ko'rish uchun chiqib ketdik. 28-oktyabr kuni Sharof Rashidovich charchaganligiga qaramasdan Avtonom Respublikaning To'rtko'l, Ellikqal'a va Beruniy rayonlarining paxta maydonlarini ko'rib chiqdi. Har bir xo'jalik raisi, brigada boshliqlari, mexanizator va boshqa mutaxassislar bilan suhbatlashib, kerakli maslahatlar va topshiriqlarni berdi. Bundan tashqari har bir rayonning oldindan belgilangan xo'jaligida rayon aktivlari bilan suhbatlashib, ularga paxta planini bajarishda ko'rsatayotgan jonbozliklari uchun minnatdorchilik bildirib, respublika paxta xirmoniga iloji boricha ko'proq paxta topshirishlarini ulardan iltimos qilib so'rar edi. Aktivda qatnashganlarning savollariga javob berar, mavjud muammolarni o'sha yerning o'zida, agar iloji bo'lmasa, Toshkentdagi kerakli rahbarlarga telefon orqali topshiriq berib hal qilar edi.
Shu kuni Ellik qala kolxozlaridan birida paxta terishga hasharga chiqqan oqsoqollar bilan suhbat qilib, ulardan xalqning kayfiyati, hol-ahvoli va kamchiliklari haqida so'radi. Oqsoqollar qishloqlardagi vaziyat, xalqning kayfiyati va Qoraqalpog'istonning paxta topshirishda 2-o'rinda ketayotganidan xursand bo'lib gapirib berishdi. Odatdagidek 3-4 kishining yashash sharoitidagi kamchiliklar haqida ham oqsoqollar gapirib berdilar. Biz bu kamchiliklarni yozib oldik va Sharof Rashidovich mutasaddi rahbarlarga topshiriq bergandan keyin oqsoqollarga bu topshiriqlarning bajarilishini shaxsan o'zi nazorat qilishga va'da berdi. Odatda Sharof Rashidovich qaysi viloyatga bormasin, oqsoqollar bilan albatta suhbatlashar, ularning maslahatlarini olar va kerakli haqiqatni ulardan bilib olardi. Ulardan tushgan shikoyat va arizalarning ijrosini shaxsan nazoratga olar edi. Shu kuni kechqurun 18:00 da Urganchga samolyotda qaytdik. 29-oktyabr kuni Sharof Rashidovich Urganch va Xiva shaharlarining ba'zi obyektlarini hamda Xiva rayonining xo'jaliklarini ko'rib chiqdi. O'sha kuni kechqurun Sharof Rashidovich meni chaqirib, 30-oktyabrda Urganchda viloyat partiya komitetining plenumi bo'ladi. Biz plenumni o'tkazib, kechqurun Nukusga yetib boramiz. Siz uka vagonlarni Nukusdagi temir yo'l tupigiga joylashtirib, kerakli ishlarni bajarib, bizlarni kutib olasiz deb topshiriq berdilar. 30-oktyabr kuni ertalab Sharof Rashidovich Xorazm viloyati partiya komitetiga jo'nab ketdilar. U kishiga yordamchilari Kraynov, viloyat partiya komitetining birinchi kotibi Xudoyberganov va bir oydan beri xos soqchi bo'lib ishlayotgan Filatov hamrohlik qilib ketdi. Soat 11larda biz vagonlarda Nukusga jo'nab ketdik. Shu kuni soat 14da Nukusga yetib bordik va soat 16da vagonlarni maxsus tupikda joylashtirib, kerakli aloqa sistemalarini o'rnatdik hamda xavfsizlik bilan bog'liq hamma zarur chora-tadbirlarni o'tkazib, Sharof Rashidovni kuta boshladik. Soat 17:20da Sharof Rashidovich Kamolov hamrohligida Amudaryoning Panton ko'prigidan o'tib, Gurlan-Amudaryo-Nukus marshrути bilan tupikka keldilar. Amudaryo rayonining Krupskaya nomli kolxozida tushlik ovqatini yedilar. Charchaganliklariga qaramay, Gurlan va Amudaryo rayonlarining xo'jaliklarini ham ko'rib chiqdilar. Tupikka kelganlaridan keyin vagonda qudalari Qalibek Kamolov va uning xotini Lyubov Semyonovna bilan soat 18dan 19gacha suhbatlashib o'tirishdi. Hammalarining kayfiyatlari yaxshi edi. Kamolov xotini bilan chiqib ketayotganda ertangi programma va marshrutlarni Sharof Rashidovich bilan kelishib oldi. Ular ketgandan keyin Sharof Rashidovich odatdagidek rafiqalari bilan sayr qila boshladilar. U kishining yordamchilari obkomdan kelib, Sharof Rashidovich bilan qisqa suhbatlashdi. Shundan keyin Sharof Rashidovich va Xursand G'ofurovna uzunligi 50-60 metr bo'lgan yo'lakda sayr qilishda davom etishdi. Yo'lakda 2 marta oxirigacha borib kelgandan keyin 3-marta 15 metrlar yurib, Sharof Rashidovich birdan to'xtab qoldi va Xursand G'ofurovnaga boshlari qattiq og'riy boshlaganini aytdi. Xursand G'ofurovna mendan darrov 2 stul olib chiqishni so'radilar. Vagonlar yonida 3-4 minut o'tirgandan keyin ranglari oqarib, peshanalari terlay boshladi. Shunda men tezda vrachni 2-vagondan chaqirib keldim va hammamiz Sharof Rashidovichni qo'ltig'idan suyab, vagonga olib kirdik. Yotoqxonalari kichik bo'lgani uchun Xursand G'ofurovnaning maslahatlari bilan Sharof Rashidovichni salondagi divanga yotqizdik. Vrach Naumov qon bosimlarini o'lchaguncha men kardiografni tayyorlab qo'ydim. Sharof Rashidovichning qon bosimlari 115 ga 80, kardiogrammalardagi o'zgarishlar esa infarkt bo'lganlaridan dalolat berar edi. Vrach darrov zarur bo'lgan dorilarni berib, bir nechta ukol qildi. Sharof Rashidovich bosh og'riqlari kuchayayotganligi va yuraklari ham og'riyotganini aytdilar. Shundan so'ng vrach yana kerakli ukollarni qildi. Men Xursand G'ofurovna va vrach bilan maslahatlashib, Toshkentdan Markazkomning ishlar boshqaruvchisi Umarov orqali Sog'liqni saqlash vazirligi 4-bosh boshqarmasi boshlig'i Botirbekovni, Respublika kardiologiya markazining direktori professor Katsenovichni, Respublikadagi yetakchi kardiologlardan biri professor Yo'ldoshovni va reanimatsiya sohasida katta tajribaga ega bo'lgan hamshirani chaqirtirdim. Qilingan ukollar va berilgan dorilardan keyin Sharof Rashidovichning ahvoli ancha yaxshilandi. Toshkentdan tibbiy guruh kelguniga qadar vrach 3 marta Sharof Rashidovichning qon bosimini o'lchab, yuraklarini kardiogramma qildi. Qon bosimi borgan sari pasayib, kardiogrammada har gal yangi o'zgarishlar paydo bo'layotgan edi. Soat 19:40da Sharof Rashidovichning bosh og'rig'i yana kuchaya boshlaganda kerakli ukollarni takroran qilishdi.
Shundan keyin Sharof Rashidovich uxladi, ammo yarim soatdan keyin yana bezovta bo'la boshladi. Toshkentdan vrachlar yetib kelgandan keyin zarur bo'lgan tekshirishlarni yana bir marta o'tkazishdi va vrach qo'ygan diagnozni tasdiqlashdi. Ya'ni Sharof Rashidovich ikkinchi marta infarkt kasaliga yo'liqqan edi. Vrachlar maslahatlashgandan keyin Sharof Rashidovichga yana bir necha ukollar qilindi. 1983-yilning 30-oktyabr kechasi soat 1larga borib, Sharof Rashidovich ancha tinchlandilar, lekin chap qo'llari og'riyotgani va sovuq qotayotganini aytdilar. Xursand G'ofurovna bilan men Sharof Rashidovichning qo'lini navbat bilan silab isitib turdik. Soat 1:30da Sharof Rashidovich menga vrachlarni vagonda joylashtirib, ovqatlantirishni iltimos qildi. Men u kishining topshiriqlarini bajarib axborot berdim. So'ng Sharof Rashidovich tirsaklari og'riyotganini aytganda, vrachlar yana bir necha ukol qilishdi. Sharof Rashidovichning yonlarida Xursand G'ofurovna, vrach va men qoldik. Sharof Rashidovich uxlagan bo'lsa ham bezovta edi. Soat 2larga yaqin Sharof Rashidovich chap qo'li bilan yuragini silab qo'ydi. Bir necha minutdan keyin u kishi juda bezovta bo'ldi. Men darrov Toshkentdan kelgan vrachlarni chaqirdim. Ular Sharof Rashidovichga kislorod yetishmayotganini aytishdi. Men vrach bilan maslahatlashib, kechqurun tez yordam mashinasida hamma kerak bo'ladigan jihozlar va dori-darmonlarni vagon oldiga tayyorlab qo'ygan edim. Sharof Rashidovich avvaliga kamtarinlik bilan kislorod shlangini o'zlari ushlab yotdilar. Keyin men iltimos qilib, u kishining qo'lidan kislorod shlangini olib kislorod berib turdim. Vaqti bilan Sharof Rashidovich so'raganda ko'k choy berib turdik. U kishi 2 marta oz-ozdan qusdi. Keyin soat 3:30larda Sharof Rashidovich qattiq yo'tala boshladi va nafas olishlarida xirillash paydo bo'ldi. Soat 4larga qadar kislorod Sharof Rashidovichning nafas olishiga yordam berib turdi. Lekin soat 4dan keyin kislorod miqdorini ko'paytirganda ham u kishiga havo yetmas edi. Soat 4:12da Sharof Rashidovich suv so'radilar. Men darrov u kishiga iliq ko'k choy berdim. Bir qultum choy ichib rahmat dedilar. Men yana ozroq ichishni so'ragan edim, u kishi yana ozroq ichib rahmat uka deb minnatdorchilik bildirdi. Shundan keyin Sharof Rashidovich Xursand G'ofurovna bilan taxminan 5 minutlarcha kasalligi to'g'risida gaplashishdi. Keyin bezovtalanib hushidan ketdi. Vrachlar u kishiga kerakli dori-darmonlar qilishdi. Doktor Naumov Sharof Rashidovichning yuragini massaj qilib, sun'iy nafas oldirishga ko'p harakat qildi. 4:30larda defibrillatorni ishlatdik, lekin o'zgarish bo'lmadi. 4:55larda yana ishlatdik, foyda bermadi. Shundan so'ng bevosita yurakka ukol qilishdi, ammo bu ham foyda bermasdi. Soat 5:02da Sharof Rashidovichning hayotdan ko'z yumganini aytishdi. Men chiqib Kraynovga ma'lum qilganimdan keyin u kishi Markaziy komitet kotibi Salimovga, Xursand G'ofurovna qizlari Dilorom Sharofovnaga va men Davlat xavfsizlik komitetining raisi Galovinga Sharof Rashidovichning dunyodan o'tganligi haqida xabar berdik. Ertalab soat 7larda Sharof Rashidovichning o'g'li Ilhom Sharofovich ham yetib keldi. Men Sharof Rashidovichning iyaklarini bog'lab choyshablarga o'radim va boshqalar bilan birga tibbiy nasilkaga qo'yib soat 8:30da Tu-134 samolyotida Toshkentga uchdik. 2 soatdan keyin soat 10:20da Toshkentga yetib keldik. Sharof Rashidovichning jasadi qo'yilgan mikroavtobus ichida byuro a'zolari mendan bo'lib o'tgan voqealar haqida so'radilar. Men ularga oxirgi 2 kunda bo'lib o'tgan voqealar haqida gapirib berdim. So'ng Sharof Rashidovich jasadini Lapatin ko'chasidagi uylariga olib keldik. Tashmi rektori akademik Oripov boshchiligidagi maxsus tibbiy guruh Sharof Rashidovichning jasadini yorib, u kishi o'limining sabablari haqidagi ma'lumotnomani yozdi va ertasiga meditsina ekspertiza xulosalari matbuotda e'lon qilindi. Shu tarzda Sharof Rashidovichning so'nggi kunlari o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringizga BBC O'zbek xizmatida e'lon qilingan maqola o'qib eshittirildi.